Hayit dasturxoni saharlik va iftorlikda og'iz terib ketadigan lojiralarni birgalikda tayyorlaymiz. Kerakli masalliqlarni opisiyaniyada yozib qoldiraman. Sirli to'g'ramizaga solamiz, sut qaynoq bo'lgandan keyin sariyog' yoki margarin solamiz. Omoq tayyorlashtirsangiz ham bo'ladi. Sariyog' erigandan keyin hamma masalliqlarni ketma-ketlikda solib, qo'lga yopishmaydigan o'rtacha yumshoqlikda xamir qoralamiz. Xamirimizni 20 minut tindirib oldim. Teng baravar hammasini bir xil 8 bo'lakka bo'ldim. Yana 20 minut tingandan keyin xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyvolamiz. Juda qalin emas, juda yupqa ham bo'lib ketmasin, kuyib ketishi mumkin. Chetlarini shunaqa chimchilab olamiz. Listga solingan xamirimizni ustidan tuxum sarig'iga sut aralashtirib surdim va xuddi videoda ko'rsatilgandek shunaqa kesib olamiz. Endi bularni ustidan oppoq qilib kunjutlarni sepib olib 180 gradusda tez-tez pishirib olamiz. Qarab turamiz, kuyib ketmasligi kerak. Video manfaatli bo'lsa xursandman.